hamkasblarimiz orasida Shax Barber nomi bilan tanilganlar. Zavodda ishlaganman, Blissok zavodida. Hammasi tanishib boshladim. Kimlar bilan birga ishlash, qanaqa? Faqat pul eng zo'ri demasam ham, eng zo'rlaridan bittasiman deb o'zimni bilaman. Butun dunyo bilan aloqalari zo'r odamlar. O'sha bo'lish texnikasida soch ola oladi. Ключка к успеху deydi rus tilida. Faqat o'zing aybdorsan. 5 kun bo'lsa, men 5 kun 5 xil kiyimda ishga chiqaman. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, bizani kuzatuvchilar. Biz navbatdagi suhbatimizni boshladik. Bugun bizda bir ajoyib o'zini yo'nalishiga ega, o'zini yo'nalishining eng ustasi mehmonimiz borlar. Shahzod Shomurodovich hamkasblarimiz orasida Shax Barber nomi bilan tanilganlar. Shahzod, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Qanaqasiz? Yaxshi kelibsizmi? Charchamaysiz? Katta rahmat. Yo'q demasdan qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun sizlarga rahmat. Qo'ldan kelgancha bolalarga foydali maslahatlar berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa foydali bo'lsin. Biz yolg'iz emasmiz. Yonimda o'zimni shogirdlarimdan biri Abdusaid Karimov bizga yordamdalar. Assalomu alaykum hammaga. Bizani ko'rib turgan hamkasblarimizga manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Shahzod ko'pincha endi har doim o'zimga qiziq bo'ladi. Bitta qaysidir natijaga erishib, qaysidir joyga kelinishi, boshlanishi bo'ladi-yu. O'shani ham har doim qiziq bo'lgan menga. Shu sohani birinchi bo'lib qayerdan boshlangan va qanaqa qiziqishlar bilan boshlangan va ustozlar kim bo'lgan? Eng avvaldagi ustozlar. Shu bitta tanishtira olsangiz. Ish boshlanishi juda ham bir qiziq bo'lgan, kulgili juda ham. Men armiyaga borish uchun soch olishni o'rganganman 1 oy davomida, 27 kun yoki 24 kun davomida. Afsuski armiyaga bora olmadim. Sartarosh bo'lib qoldim men. Gap yo'q, zo'r sabab bo'lgan ekan. Armiyaga borish uchun soch olishni o'rganganman. Armiyada soch olish uchun. Birinchi ustozim Ahror aka bo'lgan. Ahror aka. Ular qayerda ishlaylar? Hozirgi kunda Toshkentda ishlaydi. Gazalkentda birinchi faoliyatini boshlagan. 20 kun, 20 necha kundir davomida o'rganganman. Ularda armiyaga bora olmadim. U o'xshamagandan keyin boshqa ishga o'zim bordim. Mashina mo'ykasiga, mashina ishga kirdim, mashina yuvganib. O'tda ishlanib bo'lmadi, o'tdan chiqib mebelli sexga ishga kirdim. Mebelli sexda ham bo'lmadi. Keyin bir kun bitta akam keldi-da, siz nima qilasiz mebelli sexda? Siz soch olishni bilasiz-ku, soch olmaysizmi? Shu payt o'rtog'imga telefon qildim. U ham men bilan birga o'qigan-da. U ishlayotdi o'zi. Meni chaqirgan dedim. Men chaqirdi ishga bordim. Borganimda 80 necha ming dirham pul ishlaganman. Birinchi kunning o'zida. Zo'r bo'lgan ekan. Zo'r bo'lgan. Motivatsiya bo'lgan ekan. Shu birinchi kunda 80 necha ming deb pul ishladim. O'zi menda o'xshayapti-da, kak. Mebelnida oylik qancha bo'lgan? Mebelnida oylik 200 ming atrofida edi. Zo'r bo'lgan ekan-da unda. 200 ming atrofida. 80 ming topganingiz sizga zo'r anaqa bo'lgan ekan. Mebelnida где-то 9 oy davomida ishlaganman. Yo'q, mebelnidan keyin yana ishlagan ekanman, esimdan chiqib qolibdi. Mebelnidan oldin to'g'riroq, zavodda ishlaganman, Blissok zavodida. O'tda ishlaganman. Bu kasbga yetib kelguncha qilmagan ishim qolmagan, to'g'risini aytsam. Hamma ishda o'zim sinab ko'rganman, oxiri to'xtaganim, yaxshi ko'rib ishlaydigan kasbim shu sartaroshlik bo'lib qoldi. Shunda o'zingiz topgansiz. Shunda o'zim topdim. Hozirgi kunda 13 yilga tajribaga egaman. 13 yil davomida men bitta ustozdan o'rgandim deyish bu juda ham xato bo'ladi. Lekin menga eng katta turtki bergan ustozlarimdan bittasi bu Baxtiyor aka. O'zim turadigan shahrimdan, Gazalkent shahridan Baxtiyor aka. Eng
eng katta turtkilarni menga o'sha Baxtiyor aka ustozim bergan. Уже ulardan ishlashni boshlagandan keyin birga menda judayam katta o'sish bo'ldi. O'zimizni Gazalkin shahrini hamshaharlarimiz hammasi tanishni boshladi mani. Lekin ular bilan ishlamasimdan oldin mani tanimas edi. Deylik, 30 mingta odam yashasa, 30 mingtadan bo'lsa bir mingtasi tanirdi mani soch oladi deb. Ular bilan tanigandan keyin butun shahar tanishni boshladi. Shahar. Demak, hozir o'ta zo'r anaqa aytdingiz. Ish boshlayotganda va bir kimlar bilan birga ishlash, qanaqa davra bilan birga ishlash ham muhimligini hozir o'tib ketdingiz. Bu yerda asli tagida nima yotadi desangiz, ustozga bo'lgan hurmat, ustozga bo'lgan izzat, hamma narsa o'sha narsalar ключ к успеху deydi rus tilida aytib. Bu bizani muvaffaqiyat kaltimizda o'zbekchasi. Ustozlar. Lekin hozirgi kunda zamon talabi o'zgarib ketib, bu narsa bir qadam orqaga o'tib qolgan. Bu xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu narsa fakt. Hamma narsa hozirgi kunda pulga taqalib ketyapti-da. Pul. Lekin biza shu ustozlarimiz bizdan pul so'ramagan o'sha paytlar. Tekin maslahatlar bergan, o'rgatgan, vaqti kelsa urishib bergan, vaqti kelsa urgan ham to'g'risini aytish kerak. Lekin mana hozirgi kunda eng zo'ri demasam ham, eng zo'rlaridan bittasiman deb o'zimni bilaman. Baxtiyor akadan keyin o'sha Rossiyaga ketdim. Rossiyada o'tda ham ajoyib bir ish bo'lgan. Men o'ylaymanki, hammasi o'sha ishimni yaxshi ko'rishimga sabab bo'lganda. Mani Azamat aka degan odam ishga chaqirgandi. Samarqandlik odam. Samarqandlik odam. Ko'pchilik taniydi ham, tanimaydi ham. Bu odam Koloradoda, Amerikada chempionatda birinchi o'rinni olgan. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab 60 tadan oshiq shop setlari bor. Juda ham kuchli, aqlli odam. O'sha odam meni ishga chaqirganda menda pul bo'lmagan. Chunki bir kunda hali hanuz esimda 40 ming yo 60 ming pul topardim. Soch olibdi. Menga bilet olib berdilar, menga kvartira berdilar. Ko'pchilik bu ishni qilmaydi deb o'ylayman hozir. Juda ham ko'pda menga yordam qilganlar. Kvartira berdilar, ish berdilar. Uchog'im o'qish. Har kuni men soat 9dan 9gacha darsda bo'lib, 9dan keyin qolib 11gacha dars o'rganardim. Bir kun rus tilini o'rganardim, bir kun soch olishni o'rganardim. Chunki men rus tilini bilmaganman borganimda. Juda ham qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgandir. Qiyin bo'lgan juda ham. Bilardim qanaqa, tushunardim, lekin gaplasha olmasdim. Языковой baryer 0 bo'lgan. Hali hanuz o'sha ustozlarimiz bilan bir yilda 6 oyda bo'lmasa ham 1 oyda bir marta ko'rishib, hol-ahvol so'rab, hali ham juda ham yaxshi qatnashayotganmizda. Ustoz shu zo'r. Mana hozir siz aytdingiz, bugungi kunda mana shu narsalar ancha orqaga, bitta qadam orqaga ketgandi. Aynan mana nima uchun mana shu narsalarni uyushtirdik? Ustozni qanchalik o'rni muhimligini kelajakdagi mana ketimizdan kelayotgan hamkasb do'stlarimiz aynan ishini eng zo'r mutaxassislarini o'zidan eshitsa, ustozni qanchalik hayotida o'rni kattaligini eshitsa, balki shu narsaga yaxshiroq qarashar. Chunki baribir ustoz shogird an'analari bu juda katta aytishadi. Shu kuni Shuhrat ham aytdilar, sochon o'lchamli, har xil kesish uslublarini o'rganish boshqa, lekin men ko'p narsani shogird bo'lib yurganimda o'rganganman ko'p narsani deb o'sha kuni Shuhrat bilan ham gaplashganimizda shu narsani aytdilar. Mana shu suhbatlarimiz
aynan yana shu oldingidek ustozlarga bo'lgan qarash, ustozlarga bo'lgan hurmatni yanada kuchliroq shakllanishiga xizmat qilish uchun harakat qilamiz. Albatta. Bu faqat hozirgi shogird bolalarda emas ayb. Bu men o'ylaymanki, bu mani o'zimning fikrim. Bu hozirgi 40 yoshli yoki bo'lmasam endi ulg'ayib kelayotgan ota-onalar 40 yoshda hozir bolalari 20 asosiy ayb shularda deb o'ylayman. Chunki shogirdlik yoki bo'lmasam hunar o'rganish kerak emas deb hisoblaydi. Lekin puli ko'p boy oiladan bo'lsa ham men o'ylaymanki, har bitta erkak kishini hunari bo'lishi kerak. Chunki ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. O'ziga ustoz tanlash kerak. Ustoz hamma narsani o'rgatadi. Nafaqat hunar, oilaga bo'lgan muhabbat, ishga bo'lgan mehr, do'stlarga bo'lgan ko'cha-kuyda qanaqa gaplashish kerak, jamoat joyida qanaqa o'zini tutish kerak odamlar orasida. Hamma narsaga ustoz bo'ladi, faqat ishga emas. Afsuski hozir shu narsalar chetga surilib ketdi deb o'ylayman. Bu narsani to'g'rilash uchun o'sha bolalarga yaxshilab tushuntirish kerak-da. To'g'ri. Xuddi shu gapingizga hozir bitta narsa esimga tushib qoldi. Bitta yaxshi ukamiz bor. Xuddi siz aytganingizdek, adalari nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bilan aloqalari zo'r odamlar. O'shalar o'g'illari aytadilar-da, adam ko'p aytadilar. Hunar o'rganishing shart deb aytarkanlar endi shu yoshlik paytdan, yosh bolaligidan sochini olib kelaman shu yigitni o'sha aytardi menga. Masalan, qassobchilik, novvoychilik, shu oshpazlik yoki novvoychilik, keyin sartaroshlik. Mana shu 3tasini o'zing uchun bitta o'rganib qo'yishing shart deb mana shu narsaga qattiq turar ekanlar. Shu bola endi novvoychiliklarga shogird tushib yurganlarini endi ko'rganman-da o'zim. Okey, endi sizni ham oldingizga kelaman endi o'rganishga deb. Bo'lmasam juda imkoniyatlari katta bo'ladi, lekin hunar o'rganadi shu bola yurib. Men yaqinda bitta YouTube'da video ko'rdim. Juda ham aqlli so'zdi u. Hunarsiz yigit foydasi tegmaydigan daraxtdek ekan. Meva bermaydigan daraxt. Meva bermaydi, soya bermaydi. Hunarsiz yigitda bu juda ham aqlli gap deb hisoblayman. Hunar o'rganish kerak har doim ustozlardan. Hozirgi o'qishlar ochilayotgan narsalar eski ustozlar hali ham o'zini направлениясida kelyapti, lekin bizani yoshimizdagi 30 yoki bo'lmasam 25 yoshdagi o'rgatayotgan bolalar направленияsi umuman boshqacha. Men o'ylaymanki, ikkalasini birlashtirib, zamon talabiga sal moslashtirib to'g'rilash kerak. To'g'ri. Xudo xohlasa o'shanda yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz. Oddiy misol, ko'pchiligiga savol berganman, bo'lish texnikasi bo'yicha. Agar nimaga men aytayotgan narsa to'g'riligini ham даже shunda tushuntirib bera olaman-da. Bo'lish texnikasi nimaga kelib chiqqan desa, 20 ta o'quvchi sochayotganini ko'radi. Yevropa ta'limotida bu. O'sha 20 ta odam o'sha bo'lish texnikasida socha oladi. Bizlarda bo'lsa O'zbekistonda, Aziyada deylik, bizda sistema boshqacha. Qo'lidan kelgan odam qila oladi faqat. Qanaqa desangiz, bizlardagi sartaroshlar qatdan kesishni biladi. Yevropadagi bo'lib olish texnikasi bo'yicha kesayotgan odam o'sha 20 ta o'quvchini 20 tasi o'rganadi. Texnika shunaqa moslashtirilganda, bizlarda bo'lsa kasbini sevgan odam faqat sartarosh bo'lib keta oladi. Hozir mana o'zingiz aytib qoldingiz. Ko'p joylarda ishladim, boshqa qildimki, o'shani siz qayerdan bilgansiz? Mana shunda o'zingizni topdingiz. Shu kasb siznikiligini qanaqa bilgansiz? Bu kasb ko'p hamkasblarimiz misol uchun hozirgi paytda ko'p ko'raman-da, ozgina ishlashadi, boshqa narsa qilib ko'raymikin degan ikkilanishlar paydo bo'lib qoladi. O'shalarga balkim sizni mana beradigan javobingiz katta bir foyda bo'lar degan maslahat. Hozirgi kunda men 30 yoshdaman.
Lekin menga ko'p savol kelgan, nimaga haliyam o'zingiz pulingizga sotib olgan barber shopingiz yo'q degan. Bu men o'ylaymanki judayam aqlsiz odam bergan savol deb o'ylayman-da. Nimaga yo'q? Chunki men o'zim bilaman nimaga yo'qligini. O'sha so'ragan odamlarga hammasiga tushuntirib berganman. Lekin ko'pchilik botil olmaydi bu savol berishga. Qiyin, og'ir savolda. Ular uchun og'ir, lekin men uchun og'ir emas. Qandoq tushuntirsam, hozirgi kunda sartaroshlarning asosiy muammosi faqat pul. Misol uchun biz ish boshlaganimizda pulga bo'lgan mehr bo'lmagan. Men ishni qilganman, bo'ldi. Men eslolmayman-da даже. Nima uchun men sartarosh bo'lganimni ham. Ishimni yaxshi ko'rganman-da. Agar ishga bo'lgan mehr yo'q bo'lsa, keyingi qadamlar ham bo'lmaydi deb hisoblayman. Nima uchun ko'p sartarosh bolalar ошибка qilib qo'yayotganini bilib bilmasdan joy ochishadi. O'rganganiga 2 yil yoki bo'lmasam 5 yil bo'lgan, o'zi joy ochishga harakat qilishadi. Lekin uni hisob-kitobi bor. Pul tikkan odamning oldida javobgarligi bor. Yoki bo'lmasam uyligilaridan olgan pulni javobgarligi bor. Chunki 25 yoshida 40 ming, 50 ming dollar pul topish juda ham qiyin hozirgi kunda. Joy ochish uchun-da. O'sha narsalarni qiladi-da, voy o'xshamadi deydi. Men juda ham ko'p barber shoplar bilan gaplashib kelaman. Hozirgi kunda ham meni chaqirishadi, yurg'izib yuborish uchun. Men o'zimni maslahat beraydi. Men maslahatim, men oldimga o'sha joy ochmoqchiman deb kelgan odamlarga men yo'q deb aytaman. Bu meni haqqoniy o'zimning fikrimda. Chunki bu kasbdan pul yechib bo'lmaydi. Bu kasb prosta yaxshi ko'rish kerak. Hobbi sifatida. To'g'ri, oilangiz maza qilib yashaydi, uyda mashina bo'ladi, yoki bo'lmasam uyingiz bo'ladi, uchastka yoki bo'lmasam dom, hamma narsangiz bo'ladi. Lekin buni predeli bor bu kasbda. Men ko'rgan narsa bu mening o'zimning fikrim. Agar siz ishingizni yaxshi ko'rsangiz, o'sha narsalarga qanoat qilasiz. Lekin ko'pchilik yoshlarda hozirgi asosiy muammo shu tezroq pullar yechib tashlash, tezroq pullar topib tashlash, tezroq o'qishlarni o'rgatib, shogirdlar chiqarish, qanaqadir necha mingtalab bu aqlga sig'dirib bo'lmaydigan narsa-da. O'sha narsalarni muammo deb bilaman hozirgi. Demak, tez erishish xohlash. Tez erish. Bu endi hozirgi pokoleniya o'zi tan olish kerak shunaqa. Birdaniga bo'lib qolish xohlaydi. Lekin birdaniga hech narsa bo'lmaydi. Men shu darajaga yetish uchun umrimni tikkanman, vaqtim ketganman. Lekin bittada 3 ta lestitsadan sakrab bo'lmaydi. Shu narsani qo'yishadi. Zo'r. Demak, shunaqa holatdagilarga, mana aynan shunaqa pozitsiyada turgan, tez bo'lishni xohlayotganlar yoki hop, unda nimadan qanaqa boshlashimiz kerak, qanaqa davom etishimiz kerak degan savollar bo'lib qolsa, ketma-ketligini bir ozgina tushuntirib berasiz. Haqiqat achchiq bo'ladi, to'g'risini aytish kerak har doim. Men o'zim xarakterim shunaqa. Menga Instagramda ham rosa ko'p yozishadi o'sha savollar bilan. Qandoq men sizga o'xshagan bo'la olaman, menga maslahat bering yoki bo'lmasa oldimga kelishadi. Telegramdan yozishadi. Bitta yo'li bor uni. Shu ish yaxshi bo'lishi kerak, o'zidan o'zi bo'lib ketadi ham. Bitta yo'li shu. Lekin u narsani hamma unutadi-da, boshqa narsalardan yechim qidiradi. Boshqa narsa yechim yo'q. Ishga bo'lgan mehr bitta o'sha narsa. Menga yozadi. Hozir ko'pchilik xafa bo'lishi mumkin men bu gaplarimdan, lekin menga farqi yo'q. Aka, menga o'rgating soch olishni, lekin menda pulim kam. Deydi-da. Telegramdan, Instagramdan yozadi. Haqiqiy o'rganmoqchi bo'lgan odam eshigingizni taqillatib keladi. Aka, men o'rganmoqchiman. Menga yo'l yo'riq ko'rsating deb. Lekin shu ishni bittasi qilmagan men. Men o'rgatishdan qochmayman hali hanuz. Meni shogirdlarim hozirgi kunda 6 yoki bo'lmasam 7 balki 8 ta hozir eslolmayman. Men pul olmasdan o'rgatganman. Birini deyli uyi yo'q, birini mashinasi yo'q edi yoki bo'lmasam uylanmagandi. Hozir hammasi uyli, joyli, to'la to'kis yashaydi, hamma narsasi bor.
Lekin o'sha bolalar hammasi oddiy bolalar. Men o'zim chaqirganman, kel. Orasida bo'lgan bitta yoki ikkitasi menga yig'lab, aka menga o'rgating, sizniki bo'liydi. Lekin hech qaysi biri eshik taqillatib kelmagan. Menga Instagramdan yozishni biladi. Men ham bilaman. Jo'shlaman akaga, aka menga o'rgating, oldingizga boring, meni ishga oling. Hamma narsani Instagramdan qidirishadi-da. Biz odammiz, kelsa ochiq oydinmiz har doim. Men o'zim fikrlarimni hech qachon pulga sotmaganman yoki bo'lmasa ishimni. To'g'ri, meni darslarim bor. Bu darslar shogirdlar uchun emas. Meni darslarim hozirgi kunda 5 yoki bo'lmasa 10 yillik tajribasi bor odamlarga faqat meni darslar. Chunki birinchidan menga to'laydigan odamlar hammasida yaxshi pul topadigan bolalar keladi o'qish uchun. Ikkinchidan o'sha to'langan pulni necha barobardir chiqarib olishiga men garantiya berib kelganman. Agar o'rgana olmasa pulni qaytarib beraman. Menda sxema juda ham boshqacha. Chunki men shogird olib pul topishga qiziqadigan ustalardan emasman. Meni hayotdagi направлениям, ishdagi bo'lgan senim juda ham boshqacha. Maqsadim ham juda ham boshqacha. Men o'zimni maqsadim nima desangiz, menga shunaqangi o'rgatishgan, har bir ustozni vazifasi qiynalgan yoki bo'lmasam shu qiynalgan deylik, qiynalgan bolalarni o'rgatish bu bizani har bitta ustani bu vazifasi deb hisoblayman. Har tomonlama. Ko'pchilik o'sha narsalarni unutib faqat pulga sotishga o'tib ketdi. Mana shu narsalar sartaroshlikni, hunarmandchilikni faqat texnologiyaga olib qo'yyapti-da. Yana o'sha boyagi ustoz temasiga qaytamiz bash. Har tomonlama faqat o'sha temaga kelaveradi, chunki eng asosiy global muammo o'shada. Bunga bunaqa fikrga, bunaqa holatga kelib qolishga nima sabab bo'ldi desa, endi boyagi aytgani shu. Tepadan boshlab ustoz, shogird an'analari o'rgatilmagan edi aslida. Lekin men ijtimoiy tarmoqlarni ham katta o'tda rost yolg'on narsalar ko'p ko'rsatiladi-yu. Summalar ham ko'rsatiladi, boshqa o'sha ham sababchimi deb o'ylayman. Ijtimoiy tarmoqdagi bolalarga meni murojaatim, hozir hamma bizlarni ko'radi. Albatta. Sartaroshlik kasbini kamsitoslar. Chunki haqiqiy o'sha deylik $100 oladigan odam hech qachon Instagramda qo'ymaydi. Shu narsani yaxshilab bilib olinglar. Yoki bo'lmasa $200 ga oladigan odam Instagramga qo'ymaydi. Haqiqiy kuchli master maqtanmaydi. U o'zini ishi bilan ko'rsatadi. Hozirgi kunda sartaroshlar ham ba'zi bir Instagramda chiqayotgan odamlarga o'xshab PR qilishga o'tib ketdi. Men juda ham qarshiman bunaqa bolalarni, bunaqa sartaroshlarni sartarosh deb hisoblamayman. Menga yoqmaydi unaqa odam. O'ynamayman men unaqa bolalar bilan. Afsuski endi shunaqa bo'lib ketib qoldi. Maqtanish bu bizani har doim qadamlarimizni orqaga tortadi. Haqiqiy kuchli, aqlli insonlar maqtanmaydi. U amalni bajaradi deb o'ylayman. To'g'ri. Menga ko'p savol berishgan, nimaga Instagramingizni yurg'izmaysiz deb. Instagram mana shu yo'q narsa. Yo'q narsa deganda qanaqa? Men u yerdan klient qidirmayman. Men olgan sochim 99% qaytib keladi. Uverin, ishonchim kuchli-da, ishga bo'lgan chunki mehrim kuchli. Agar siz Instagramdan klient yig'moqchi bo'lsangiz, значит siz o'zingizga emas, faqat Instagramga ishonasiz. To'g'risi-da. Agar ish bilan ko'rsatsangiz bu boshqa narsa. Bu ham eski ta'lim. Hozirgi yangi ta'lim Instagramda target yo'q deydi, Instagramda video ol deydi, Instagramda o'qil. Men Instagramga video olaman, просто o'zimni laqam uchun, qanaqa tushuntirib. Просто bormi bor-da. Men
ertalabdan kechgacha o'tirmayman, nechta menga like bosdi yoki bo'lmasa nechta prosmotr bo'ldi debdi. Men uchun qiziq narsalar emasmi? Shahzod aka, shu sartaroshni boshlaganingizda eng katta xatolaringiz nima bo'lgan boshida? Eng katta xatoyim boshida Hozir eng boshlayotgan yoshlarga nima maslahat bera olasiz? Nimalardan boshlashsa va nimalarga ko'proq ahamiyat berishsa ular? to'g'risini aytsam, hozir maqtangandek bo'lib qolaman. Lekin men har bir qadamim hammasi baribir Allohdan. Lekin har bir qadamimni men o'lchab zinib oyilanib chiqqanman-da. O'ylab, maslahatlashib, bo'ldi miyamga keldi, qildim emasda. Hisob-kitob qilib. Hozirgi kunda ko'p sartaroshlar nechta klienti borligini bilmaydi. Men bilaman lekin. Analiz qilib, mana shu narsalar juda katta rol o'ynaydi. Hozir boya ham aytdim, men gapirsam hozir maqtangandek bo'lib qolaman, lekin men bitta xatoyim bor. Qaysi desangiz, til bilmasligim bo'lgan. Rus tilini, eng qizig'i keyin ingliz tilini ham o'rgandim. Hozirgi kunda 100% bilmasam ham nima deyotganini tushunaman va sochini olib bera olaman. Полноценный qanaqa xohlasa tushuntirganini tushunib, o'zim ham gaplashib olib bera olaman. Kalta qilaymi, uzun qilaymi, kerakli Ish bitadi. ish bitadi. Nima deyapti bu yoki bo'lmasa переводчик qilib ishlatmayman. Til bilmasligim bo'lgan eng katta muammo. Hozirgi boshlayotgan sartarosh bolalarga tezroq rivojlanishi uchun nimalarga ahamiyat berishsa? Bugungi kunda zamondan kelib chiqib, hozirgi tartib deb olamiz buni. Ikkita yo'nalishda ko'tarilsa bo'ladi. Bittasi plyus bo'lishi kerak. Ko'tarilasiz. Ish o'rganasiz. Yoki bo'lmasa vaqtingizni tikishingiz kerak. Umringizni degani hozir juda ham osonroq oldingiga qaraganda. Nisbatan. Barber shopga ishga kirasiz. Faqat tanlashni bilish kerak. Qaysi barber shopga? Hozirgi barber shoplar kuchlilari hozirgi barber shoplar kuchlilari Yevropada yoki bo'lmasa Rossiyada kuchli masterlarni olib kelib dars o'tkazadi va bolalar o'rganadi. O'shaning uchun ham misol uchun 40%, 50% ga ishlaydi. U bolalar umrini tikadi. Vaqtini tikadi. Chunki puli yo'q. Puli borlar o'sha narsani borib o'rganib keladi yoki bo'lmasa darsligini sotib oladi. Zo'r anaqa kelib qoldi Shahzod, agar mana shu yerda sizni javobingiz bu juda muhim. Mana hozir Abdusaid aytganidek holatdasiz deylik, tasavvur qilaylik. Siz shu noldan ko'tarilmoqchisiz. Siz hozir bugungi aqlingiz va siz noldan boshlamoqchisiz. O'zbekiston sharoitida mana kimdan yoki qayerdan qanaqa boshlardingiz? Misol pulam yo'q deylik. Mana qarang. Qanaqa boshlardingiz? Sartarosh kasbi nimaga tanlanadi desangiz, pul yo'qligidan tanlanadi. Boy sartarosh, birinchi boy bo'lib sartarosh bo'lgan odam sanoqli, balki yo'qdir. Bu to'g'ri va bor narsa-da. Ikkitalangan narsa emas. Boy odam sartarosh bo'lmaydi chunki. Bundan kelib chiqdiki, ikkinchi faktorni o'chirib yuboramizda, birinchisini qoldiramiz. Vaqtimiz bilan kiramiz. Hozirgi O'zbekistonda juda ham qiyin savol bu. Juda ham qiyin savol. Bizni birinchi tanlab olishimiz kerak. Bizni o'sha o'rganmoqchi bo'lgan odam barber yo'nalishida ketadimi yoki bo'lmasa klassik yo'nalishda Yo'lini to'xtam. o'zini yo'lini birinchi ajrata olish kerak. Men qaysi yo'nalishda o'zimni ko'ryapman. Agar bizni klassik yo'nalishda bo'lsa, misol uchun o'zingiz maktabingiz bor, 700-900 dan oshiq bol o'rgangan yoki bo'lmasa kim ayta olaman? Dilmurod aka bor. Dilmurod akada juda ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Akmal aka bor.
barber yo'nalishida bu og'ir savol lekin. Chunki qanaqa nimaga og'ir savol desa, bitta narsani hozirgi eng zo'r informatsiya beraman, mana shu narsa hozir kelib qoldi. Bizni kurs sotib olganda barberlar bitta barberda hamma narsa o'rganib bo'lmaydi. Agar siz barberdan kurs sotib oldingiz, masterdan deylik, ikkita narsa o'rgansangiz bo'ldi, siz xursand bo'ling. Agar 5 ta narsa o'rgansangiz, chapechani. Chunki 10 ta narsani o'rganib bo'lmaydi. Faqat siz o'sha ikkita olgan narsangizni o'zingizga qo'shasiz. Misol uchun urovingiz 10 bo'ladimi? Ikkita narsa olsangiz 12 bo'ladi. Ya'ni kimdirdan 5 ta olsangiz 17 bo'ladi. O'sha narsa oshib boradi. Zo'r. Sartaroshlarga maslahatim barber yo'nalishini tanlasa, kimni aytsam bo'ladi? Shuhrat akadan o'rgansa bo'ladi. Shuhrat zo'r. O'zlarining akademiyasi bor. Ustasi. Juda ham katta ustalardan. Ishiga bo'lgan mehri juda ham kuchli. Uni butun respublika biladi, O'rta Osiyo. Yana kimni aytsam bo'ladi? Именно shkolasi bor kuchli masterlik ham Qurbon bor. Qurbonali. Ular ham juda ham kuchli masterlar. Bobur Vafayev bor. Ular ham kuchli master. Juda ham ko'p. Lekin akademiyadan emas, men nima qilardim? Agar misol uchun sekin-sekin pul yig'ib akademiyaga bormasdim men. Hozir mendan ko'pchilik xafa bo'ladi, lekin men akademiyaga bormasdim. Akademiyaga borardim, akademiyada 5 ta odam yoki bo'lmasa 6 ta masterdan o'rgansa. Bittadan emas-da. Chunki bittadan aytolmaydi, 2 ta narsa ola olasiz. 5 ta narsa ola olmaysiz-da. Agar o'sha akademiyada 4 ta yoki bo'lmasa 5 ta master dars o'tib o'rgansa, men borardim akademiyaga. Bu уже более byudjetный variant. Lekin yaxshigina pul yig'ib, shoshmasdan, misol uchun iPhone olmasdan yoki bo'lmasa mashina olmasdan, o'sha 5-6 yoki bo'lmasa 7 ming dollar pul yig'ib 5 ta master tanlayman men. 5 ta masterda misol uchun kimdirga uzun soch bo'yicha Sardor barber oldiga boraman, uzun soch bo'yicha. Undagi qiladigani yo'q deb o'ylayman. Qiyin-da. Teksturni ishlash bo'yicha. Soqol bo'yicha endi hozir o'zim maqtasam noto'g'ri bo'lib qoladi, o'zimga keladi. Yo'q, to'g'risi ham shu-da. Chizish bo'yicha yoki bo'lmasa modniy narsalar bo'yicha Shahzod degan bola bor. Hozir ko'pchilik tanimaylar. Rossiyada Barber Connect 2018-yil birinchi o'rin olgan. Freestyle dizayn bo'yicha. Shahzoddan o'rganardim. Agar chizgisi kelsa-da, shunaqa masterlarimiz bor-da, chizish bor. Xo'p, yana kimni aytsam bo'ladi? Qurbonalidan fade o'rgansa bo'ladi yoki yana Shuhrat akadan fade o'rgansa bo'ladi. Bitta o'zlaridan dars. Bitta ustozdan bitta o'zingiz ko'rsangiz, boshqacha dars bo'ladi. Lekin gruppoviy ko'rsangiz, bu boshqacha dars bo'ladi. Shu narsani unutmaylik har doim. Agar bitta o'zingizga dars o'tsa, o'rganish juda ham oson. Chem gruppovoydan ko'ra. Chunki gruppovoyda u yakkama-yakka yaxshi foyda. Gruppovoyda 10 ta odamni fikrini bilolmaydi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Lekin shunaqangi ustozlar bor, gruppovoyda ham tushuntirib beradi. Lekin ular sanoqli. Shu ustozda. Shu. Hozirgi bizani sohamizda ko'rinish qanchalik ahamiyatga ega? Zo'r savol bo'ldi lekin. Hozir men gapirsam xafa bo'ladi, chunki kamsitgandek bo'laman, lekin men har doim boya ham aytdim. Men bor narsani aytaman har doim. O'shaning uchun ham meni ko'pchilik hurmat qiladi, o'shaning uchun ham yaxshi ko'radi. Как есть, bor narsani gapirganim uchun-da.
Nima uchun agar menga savol bersangiz, nima uchun siz shu darajaga yetdingiz desangiz, mana bu imijim. Imijim deganda, boyagini qaytardim. Mashina yoki bo'lmasam uy, sartaroshlar pul topsa birinchi o'shanga uradi-da. Lekin ko'rinishga unutib qo'yadi. Ko'rinishni-da. Agar biza misol uchun deylik, eng qimmat segmentda ishlasak, O'zbekistonda, Toshkentda yoki bo'lmasam Shu premium segment. Samarqandda premium segmentda ishlasak, lekin ko'rinishimiz juda ham oddiy bo'lsa, u o'tirgan mijozimiz уже bir pog'ona tepada bo'ladi. Bu degani, bizada qo'rquv paydo bo'ladi. Ko'rinish katta narsani hal qiladi, har doim. Qanaqa tushuntirsam bu narsani? Juda ham og'ir-da, hozir o'sha yo'llarini qidiryapman, chiroyli tushuntirib berishga. Menimcha tushunarli bo'lyapti hammaga. Kamsitib qo'ymay deyman-da. Bir paytlar mani adam urishib berganlar, "San nimaga iPhone sotib olding qimmatga? Nima keragi bor-da sanga?" degan. Lekin menga shu narsa kerak bo'lganda. O'sha payt. Istagansiz. Yo'q, his qilmaganman. Menga kerak bo'lgan o'sha narsa. Chunki menga kelayotgan mijozda ko'rinishi yaxshi, telefoni zo'rda, menda misol uchun telefonim sinib ketgan edi. Mana shu ko'rinish bizga kelayotgan mijozda har doim eslab qolinglar, ringing qiladi har doim. O'sha ringing qilganidan kelib chiqib bizga pul beradi. O'shaning uchun ham menda 70% klientim hozirgi kunda menda narxi necha pulligini ham bilmaydi. Chunki misol uchun 100 mingdan soch olsam, menga 100 ming bermaydi. Menga 100 ming berishga qo'rqadi chunki. Qo'rqadi deganda qanaqa? 100 mingni sezmaydi bu deydi-da. 100 mingga arzimaydi bu bola deydi. Chunki ko'rinishi buni o'zi chunki ko'rinishi bu bolani 500 ming deydi. Ko'rinish juda ham katta narsani hal qiladi. Haftada 7 kun bo'lsa, 2 kuni darmanda, 5 kun bo'lsa, men 5 kun 5 xil kiyimda ishga chiqaman. Hech qachon kiyimdan pul ayamayman, chunki bizani segmentda kiyim juda ham katta rol o'ynaydi. Ko'rinish o'zimizga soch yoki soqolimizga qaralgan bo'lishi kerak. Yaxshilab qaralgan bo'lishi kerak-da. Ko'pchiligimiz unutib qo'yamiz mana shu narsani. Deylik, klassik remontda futbolkada ishlaydi yoki bo'lmasam faktorlar juda ham ko'p-da. Men hozir sariman desam, 2 soat vaqt yetmaydi. Ko'rinish общий hammasini olganda juda ham katta roli bor. Narximizni oshirish uchun ko'rinish bu 20% tashkil qiladi. Faqat zo'r soch olib, qimmatga soch ololmaysiz-da. Agar ko'rinishingiz bo'lmasa. Agar ishxonangiz remonti yaxshi emas bo'lib turib, zo'r soch olib, zo'r kiyingan bo'lsangiz ham yaxshi pul olasiz. Ishxona ham 20%. Tushmay turadi bir-biriga. Ishxona ham o'zi 20% ga kiradi. O'shaning uchun hamma narsa bu segment 100% bo'lsa, 100% ga 20-30 soch olish bor 30% ga hal qiladi deb o'ylayman. Yana bitta savolim bor. Oddiy sartarosh bilan premium sartarosh nima farqi bor uka? Oddiy sartarosh bilan premium sartaroshni farqi bu og'ir savol. Farqi yo'q. Farqi oddiy sartarosh qilmaganligi. Farqi oddiy sartaroshni qilganligi. Farqi yo'q deb hisoblayman. Qilmaganligi, o'zini ustida ishlagan yoki ishlamagan. Shunaqa. Ustida ishlagan sartarosh bu. Ustida ishlamagan sartarosh bu. Lekin ko'pchiligimiz shu narsani ajrata olmaymiz. Ajrata olmaymiz deganda yana boyiga temaga qaytamiz. Faqat o'sha qaytib kelaveradi-da, ustoz shogird an'anasi. Ishga bo'lgan mehr bu juda katta narsa. Agar ishga bo'lgan mehringiz bo'lmasa, birinchidan
ishga bo'lgan mehringiz bo'lmasa, boya ham aytdim, hozir yana aytaman. Odam ishlab maza qilishi kerakda. Misol uchun men ishga kelib ketayotganimni men bilmayman даже. Chunki ishimni yaxshi ko'raman. Men faqat pul uchun soch olmayman-da. Menga keladigan pullar umuman qiziq. Menga asosiysi ishga bo'lgan mehr. Okey. Sizga bitta mijoz keldi. Uni ushlab qolish uchun, yana qayta kelish uchun nimalarga urg'u berasiz? Nimalarga ahamiyat berasiz? Urg'u berganda, mani nima uchun klientim shu paytgacha ko'p. Asosiysi mani boricha gaplashishim. Men o'zimdan quvnoq odamni yoki bo'lmasam seryo'zniy odamni yoki bo'lmasam jahldor odamni yasamayman-da. Qandoq bor shundoq samimiy. Samimiy uchun borman. Misol uchun deylik shevamni o'zgartirmayman. Misol uchun poytaxtda ishlayman men, o'zim lekin poytaxtdan emasman. Shevamni o'zgartirmayman. Bormi, o'sha shevamda gaplashaman. Yoki bo'lmasam rus mijoz kelsa, ruschasiga gaplashaman. Agar o'zbek mijoz kelib ruschasiga gapirsa, o'zbekchasiga gaplashaman. Hayotdagi men o'zimning prinsiplarim bor-da. Lekin u prinsip deganda hammaga o'zimnikini o'tkazmayman. Shu qandoq bo'lsa, shundoq gaplashaman. Mani shu asosiy shu darajaga yetishimga mana shu narsa sabab bo'lgan. Insonlar har doim samimiy odamlarni qidirib keladi. Lekin afsuski ko'pchilik samimiy bo'lmaydi-da. Misol uchun deylik, ko'proq pul beradigan odamga mehr beradi-da, sartaroshlar. Kamroq pul beradigan odamga gaplashishsa ham kelmaydi. Deylik, men zo'r misol qilib beraman. Bir kun Tapor Barber Shopda ishlardik. Bitta odam keldi. Juda ham zo'r inson, rahmatli joylari jannatdan bo'lsin. Oddiy kiyimda ko'rsangiz puldor odam ham demaysiz-da. Hech kimni olgisi kelmadi. Men Gazalkentdan kelib ketganim uchun, oilada o'zim ishlaganim uchun ishlashim kerak-da men. Mani asosiy mana shu narsalar mani ko'tarilishimga sabab bo'lgan. Chunki men bitta o'g'ilman uyda, ishlamasam to'xtaydi hamma narsa. Ochiq oydan aytish kerak-da bu narsani. O'sha odam kirib keldi. Ko'rinishi juda ham bir oddiy, chapana odam. Sochimni olib qo'yasizlarmi dedi. Aka o'tiring, olib qo'yamiz. Soqolingiz bilan sochingizni o'tiring. Sochni olib qo'ydim. O'sha odam $500 berdi menga. Lekin bundoq ko'rsangiz, $500 beradigan odam emas. Nimaga menga $500 berdi desangiz, men o'sha odamga mehr bilan o'zimni sochimni, o'zimni soqolimni olganda olib ber. U odam bildi. Mehr bilan gaplashdim. Ajratmadim-da. Bir xil. Lekin deylik, qimmat kiyimda kirib keladi. Telefoni oxirgi telefon mashinasi, qimmat mashina, lekin o'sha odam shu ishni qilmaydi lekin. Qiladigani ham bor. Aksariyat holatda qilmaydi. Bu narsa nimaga qilmaydi desa, chunki biz soxta gaplashamiz ular bilan. Ular puli ko'payib qanaqa ko'payib ketishini olsak, tigini o'zidan o'zi boyib qolmagan bu odamlar. U boyish uchun o'sha soxtalarning nechtasini ko'rib, ko'ziga qarab o'sha soxtaligini biladigan darajaga yetganda, afsuski hozirgi sartaroshlar faqat o'sha qimmat beradigan klientlar bilan ishlashga harakat qiladi. Bu lekin juda ham noto'g'ri. Endi ikkinchi faktorni olamiz. Mani hozirgi klientlarim, hozirgi akalarim, klientlar ham demayman-da, men o'sha akalarim 8-9 yildan beri men ular bilan hali ham shundoqman. Bu juda ham qiyin narsa-da, 9 yil, 8 yil davomida bitta odamlarni olib kelish. Nima sabab desiz, do'stona munosabat, mehr, haqiqatan yaxshi ko'rib gaplashib, astoydil sochini olib berib, chin ko'ngildan, qayerligingiz bo'lmasdan, o'sha odamlar hozirgi klientlarim endi boshlaganimda menga deylik 180 ming bo'lsa, 180 ming berardi. Hozir o'shalar hammasi katta kuchli biznesmen bo'lib ketdi. Hammasi demaganda ham bir 70% juda ham boy hozirgi kunda-da. O'shalar o'zi menga o'sha pul bermaydi. Menga даже bilmaydi ham nech pulligini. Mana do'stona munosabat.
yaxshi ko'rish, klientga bo'lgan hurmatda hozirgi sartaroshlar chiroyli kiyinib kelgan odam oldiga yugurib boradida, oddiy kelgan odam Sansalari bo'ladi. qidirib yuradi. Yoki sochimni olib qo'yasizlarmi, iltimos. Bu bor narsa. Afsuski bor narsa. Mana yangi boshlayotganlar va Yangi nima qilsam bo'larkan Ha. deyotganlar, bu judayam diqqat qaratadigan joylari bu. Shunaqa. Agar mana shu narsalardan o'ta olsak, keyingi qadamni hammasi to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun ham boya savol berganingizda qayerda ошибка qildingiz, qayerda xato qildingiz deganda men xatoyimni sanamadim. Bitta xatoyim bo'lgan. Chunki men ishimni yaxshi ko'rganman, mijozlarimni ham yaxshi ko'rganman. Lekin orasida bo'lgan meni xafa qilganlar, o'shalarga hech qachon qattiq gapirmaganman. Chiroyli xayrlashganman. Aka, uzr. Meni to'g'ri tushuning deb. Hozir yana bitta zo'r narsa hayolimga keldi. Ko'p savolda, eng ko'p uchraydigan savol. Nima uchun menga mijozlar bosim o'tkazadi degan savol. Bu Instagramda eng ko'p kelgan savol menga. Nima uchun meni klientlarim bosim o'tkazadi menga? Majburlab sochimni oldiradi. Sochini ishdan keyin yoki bo'lmasa ertalab yoki bo'lmasa kechqurun. Bu narsaga o'zimiz sababchimiz. Bu narsaga ochiqlik sabab. Hamma narsani ham aytib turish kerak emas. Ishga bo'lgan grafik yo'qligi sabab. Grafik degani har bir usta o'zini vaqtini qadriyatini bilish kerak-da. Qaysi joyda to'g'ri gaplashishni bilish kerak. Ana o'shanda bizga mijozlarimiz bosim o'tkazmaydi. Hamma narsaga o'zimiz aybdormiz. Ikkinchi yana bitta savol bo'lgan. Meni deydi, yaqinlarim ko'chadagi akalarim bo'ladi-ku, yoshlikdan katta bo'lgan. O'shalar menga bosim o'tkazadi deydi. Ularni sochini olmaslik kerak. Agar mana shu tarzda bo'ladigan bo'lsa, ishga bo'lgan mehr bo'ladi-da, o'sha insonlarni deb. Undan ko'rasi, u odamlardan voz kechish kerak deb o'ylayman. Meni ham hayotimda shu narsalar bo'lgan. Men shunaqa odamlardan hammasidan voz kechganman. Hozirgi kunda o'zim yashaydigan joyda 6 ta, 7 ta o'rtog'im bor, eng yaqin o'rtoqlarim. Qolganlar bilan men muloqot qilmayman. Chunki nimaga desangiz, yaqin do'st bo'lmaydi-da. Sizni do'stingiz o'sha yaqin 5-6 ta o'rtog'ingizdan boshqa odam do'st bo'lmaydi yoki aka-uka bo'lmaydi. Chunki hammasi faqat soch oldirish uchun siz bilan aka-uka bo'ladi. Agar o'sha narsani ajratishni bilsak, bizda shunaqa narsalar bo'lmaydi deb o'ylayman. Shu master. Menda hech shunaqa narsalar yo'q. Chunki nimaga desangiz, qaysi joyda o'rinli gapirishni bilaman. O'rinli deganda bitta teppa ham gapirmayman, bitta past ham gapirmayman. Qanday gapirsa, shunday gaplashaman. Mana shu narsa bo'lganligi uchun ham menga bo'lgan bosim yo'q. Hatto bizani hozirgi mijozlarimiz O'zbekistondagi eng katta biznesmenlardan bittasi-da. Biznesmenlardan demoqchiman. Даже o'shalar men bo'lsam oddiy odam, sartaroshman-da, menga bosim qila olmaydi. Chunki men joyi kelsa qanaqa gap gapirishni bilaman. Agar o'sha narsani ustida ishlasak, mana shu narsalar bo'lmaydi. To'g'ri, bitta o'zimiz tanigan bir olim odamni gaplarini eshitgan edim. Agar kimdir seni chegaralaringni buzib kirayotgan bo'lsa, bunga faqat o'zing aybdorsan. Chunki sen o'zing qo'yib berding shungacha ham kelishiga deyilgan edi. Xuddi shunga o'xshagan. To'ppa-to'g'ri. Hamma narsaga o'zimiz aybdormiz. Agar bizni bir marta ishdan keyin olib qo'ysak, o'sha ikkinchi marta ham olishimiz kerak. O'sha uchinchi marta ham olishimiz kerak. Hozirgi kunda nimaga menga bosim bo'lmaydi desa, naproot menga ishdan keyin aytsa men olib qo'yaman, men xursand bo'laman. Chunki menda ishdan keyin 2, 3 yoki bo'lmasam 4 barobar qimmat ishdan keyin olish. Agar menga murojaat qilsa ishdan keyin yo'q demayman, hech qachon yo'q demayman. Chunki men o'sha shartlari bor. Shartlarim bor. Agar siz ham o'sha shartlarni qo'ysangiz, men o'ylaymanki, o'sha mijozni o'zi yo'q bo'lib qoladi. Sizga qaytib telefon qilmaydi, ishdan keyin olib qo'ygan. Bu meni prinsiplarim hayotdagi.
qiyin va kaprizniy mijozlar bilan qanaqa usulda ishlaysiz ular bilan? Bo'ladi-yu baribir qiyin yoki kaprizniylik bo'ladi klientlar. Orada bir uchrab turadi. Judayam to'g'ri va yaxshi savol bo'ldi. Biza har doim puli ko'p boy odamlardan kamomad qidiramiz-da. Ularni har bir qilgan ishi bizga judayam xunuk tuyuladi. Boy bo'lganligi uchunga. Bu tuyani qanaqa tushuntirsamiz? Eng kaprizli odam bu puli ko'p odam. Nimaga kaprizli odam desak, uni ishida judayam muammosi ko'p. Biz u odamni eshitishni bilishimiz kerak birinchi o'rinda. Nima xohlayotgandi? Boshidan oxirigacha eshitish kerak. Nima xohlayapti? Yoki bo'lmasam sizga aytishi mumkin, o'zingiz bilib qilmaylik. O'sha payt ko'rishni bilish kerak. Bu odamni sochini qanaqa olish kerak? Qanaqa olsam, qanaqa chiqadi? Formani ko'rishni bilish kerak. Bu hamma sartaroshda bor narsa-da, forma ko'rish. Xo'p. Uchinchi faktor kaprizli odamlar bilan ishlash qanaqa desangiz, yana o'zimizga kelib taqaladi. Agar biza o'sha mijozga 100% eshigimiz o'zimiz ochiq bo'lmasak, mana shu narsalar kaprizlarni ko'rsatmaydi. Agar bizani ko'rinishimiz zo'r bo'lsa, gaplashishimiz zo'r bo'lsa, ishxona mayli, ishxona zo'r bo'lishi shart emas. Ko'rinish ham qimmat kiyim bo'lishi shart emas. O'ziga yarashgan vaziyatdan kelib chiqib, shu Boyiga gaplashganimizda, aytganimizda me'yor bo'lsa, har bir narsa. me'yor. Men o'ylaymanki, o'sha qaysar mijozlar nimaga qaysar desangiz, sizdan oldingi sartaroshda muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz shu narsani tushuntirib berishingiz kerakki, sizda o'sha kamomatlar yo'qligini-da. O'sha noto'g'ri faktorlar yo'qligi, so'kinmasligingiz yoki bo'lmasam ustidan kulmasligingiz, gaplashishni bilishingiz. Shu, agar mana shu narsalarni to'g'rilasa, kaprizli odam bu eng zo'r odam. Faqat uni eshitishni bilish kerak-da. Yani ko'pchiligimiz faqat kamomad qidiramiz-da. Bilmaymizki, uni balki qanaqadir muammosi bordir. Uyda muammosi bordir. Sekin gaplashsangiz, o'sha odam aytadi. Men hozir ko'rib turibman, bu savolni berishim, endi aynan siz o'zingizga yo'nalishingizni topgansiz. Misol uchun, sartaroshlik deganda, misol uchun hammasi kirib ketiradi, soch, soqol, kaltalash, ukladka qilish, boshqa bo'yash, hammasi kirib ketadi. Lekin aynan siz men bilgan shahzod, misol uchun, soqol bo'yicha eng ishini ustalaridan deb bilaman-da. Aynan yaqqol ajralib turadigan. Endi shu mutaxassisligingizdan kelib chiqib, bu soqolga ko'pchilikni ko'raman, to'g'ri formula berilmagan bo'ladi. Endi o'shanga ozgina shu aynan mutaxassisligingizdan kelib chiqib bir maslahatlar bersangiz, qanchada oldirib turish kerak bu soqolni, qanchada nimalarni tavsiya qilasiz bu uhud qilishga? Yaxshi savol, o'g'irli savol bo'ldi. Aynan soqol bo'yicha ishlaydigan bolalarga ham foydali bo'lsin dedim-da. Shu darajaga yetishimga meni soqol sababchi bo'lgan. Soqolni yaxshi ko'rishim. Chunki Toshkentdagi asosiy muammolardan bittasi soqol quritishni bilmasligi bo'lgan. Men o'zim ustimda o'sha temada ishlaganman, men o'sha soqol bo'yicha mana shu kunlarga keldim-da. Zoya ketmagan, ketkizgan vaqtlarim hozir asosiy barberlar endi ko'tarilayotgan model olishga vaqtimga yetkazishim kelmaydi-da. Hali hanuz mana shuncha klientim bo'lsa ham tekinga soch olib sinab ko'raman-da. Hatto men vaqtim hozirgi kunda qimmat turadi-da. Lekin men o'sha puldan voz kechib, yana o'sha ishga bo'lgan mehrda shu. Soqolni kelsak, soqol orqali bizni
dohodimizni yanada ham oshirsak bo'ladi. Misol uchun deylik, sochga 1 soat ketsa, soqolga yarim soat ketadi. Bu degani yarim soatda sochchi pulini olasiz. Bu degani ikkita soch olmaysizda, bitta soch olib Uning uchun usta bo'lish kerak-da, aynan soqolda usta bo'lish kerak. U boshqalarga qaraganda, o'sha soqol olganda boshqalarga qaraganda qiynalmay va yaxshiroq olish kerak-da. shunaqa. Agar biz soqolga forma berishni bilsak, dohodimiz deylik 1 oyda 100% pul ishlasak, 100% deylik, pulda emas, foizda olamiz. Yana 100% ga oshirsa bo'ladi. 2 baravarga demak. Men garantiyasi bilan ayta olaman shu narsani. 2 baravarga ko'tarsa bo'ladi. Shu gapingiz bo'ldi. Chunki nimaga desangiz, sochga ishlatiladigan kosmetika kam, lekin soqolga men nechta narsani sanab bera olmayman sizga. Mana bitta faktor. Kosmetika sotiladi. Kosmetikadan sotib pul ishlasa bo'ladi. Ikkinchi faktor kraska qilish. Soqolning razmeri kalta bo'lganligi hisobiga kraska qilish tez bo'ladi. Soch qilgandan ko'ra soqolni kraska qilib qo'yib pul ishlagan tezroqda. Bu degani yana o'sha pulingiz oshib katta summa kelib chiqadi. Agar shu narsaga urg'u qaratsak, men o'ylaymanki, hamma sartaroshlarga foydali bo'ladi. Sochdan avval soqolga ko'proq tez kelib turishi o'zi. Asosiy muammo soqol qiladigan bolalar juda ham kam hozirda. Menda bor shaxs hozirgi yoshlarda mendagidan ko'ra ko'proqda. Bizni o'rgangan paytda YouTube'ni pulga sotib olib ko'rardik. Esingizda bo'lsa. Hozir tekirisdi. Hozir darsni pulga sota olmasdan turib YouTube'dan ham ko'rsa bo'ladi. Afsuski shu ham qilmaydi bolalar. imkoniyat ko'p. Men 30% narsani YouTube'dan o'rgangan. Hozir bitta savol kelib qoldi. Mana yarim soat dosku. Sifatli chiqarish uchun yarim soat yetadimi? Sifat bo'lishi uchun Yetadi. soqolda Yetadi. Chunki sifat deganda qarang. Sifat deganda bu uzun soqol bor, kalta soqol bor. Ko'pchiligimiz katta soqolni ko'rib qo'rqib ketamiz. Lekin katta soqol kichkina soqoldan oson chiqadi. kalta soqoldan osonroq. Bu bilmasligimizdan dalolatda. Agar bilsak, bitta mashinka yurg'izsangiz soqol tayyor bo'ladi, uzun soqol. Formasi chiqib keladi. Formasi chiqib keladi. Lekin kichkina soqolni to'g'irlash uchun har bir konturlarga e'tibor berish kerak. Bu degani uzun sochni olish osonroq, ayblari bilinmaydi. Deylik, noto'g'ri olishni bilmaydigan usta bo'lsa, ayblari bilinmaydi. Oson bekitish aybini. Soqolda ham xuddi shunaqa. Shahzod aka, bizning sohamizda daromadni yana qanaqa oshirsa bo'ladi? Qanaqa uslublar bilan yoki? Keling, hozir eng birinchi segmentdan boshlaymiz. O'rta segmentdan. Endi boshlagan bolalarga eng katta meni zo'r maslahatim beruring degan so'zni ishlatish. Beruring. Bu degani sochni olib bo'ldingiz, mijozga berganingizni beruring deysiz. Bu eng xunuk so'z bu. Bu o'zi siz ishingizdan ko'nglingiz to'lmagan so'z bu. Ishingizni o'zingizga yoqmagan so'zda. Ishingiz yoqmaganligidan kelib chiqib shunaqa deydi odam. Beruring degan so'z bizani har doim orqaga tortadi. Agar bizni uverenniy ishiga haqiqatdan zo'r qilib berdim degan odam beruring degan so'zni ishlatmaydi. Mag'rur o'sha keltirilgan narxni aytadi. Birinchi faktor bu. Ikkinchi faktor nima desangiz, narxga price qilish. Misol uchun bizani men ham oddiy segmentda ishlaganman, o'sha bilganimcha aytaman. Misol uchun bitta mijoz keladi, meni boshimni yuvib qo'y deydi. 100 mingdan soch olsangiz 10 ming qo'yib ketadi. Uni narxi 10 ming emasda. Uni narxi price'da yozilgan bo'ladi. Misol uchun 20 ming so'm. Beruring degan so'z emasda, 20 ming so'm.
boshni yuvib tarab qo'yish misol tariqasida. Deylik, odam keladida yana boshqa mijoz olamiz. Boshini yuvdiradida ukladga qilib taratadi. Sal gel surdiradi yoki masalan sal lak septiradi. Va u ham 20 ming berib ketadi. U narxi 20 ming emas, u narxi уже 30 ming so'm turadi. Chunki siz gel ishlatdingiz, siz lak ishlatdingiz. Agar mana shu narsalarni to'la to'kis price qilib chiqarsa, ana o'shanda haqiqiy necha pul topishingizni o'zingizga ham o'zingiz hayron qolasizda. Agar mana shu narsalarni to'g'rilasak. Ko'pchiligimiz nima qilamiz? Sochoq olgandan keyin aka berganingizni beravering deymiz. Chunki u qo'shnimiz. U qayerdan bilsa, sizni nima qanaqa narxni Shunaqa. Chunki u qo'shnimiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa sinfdoshimiz mumkin bo'lishi mumkin-da. o'zi umuman begona bo'lgan taqdirda ham bilmaydi-ku. Bilmaydi, birinchidan kam berib ketadi. Ikkinchidan siz uyga ro'zg'or qilganda, uyga ro'zg'or sotib olganimda berganingizni beravering demaydi-ku sizga. Siz o'sha pulni olib borasiz. Bu degani siz oilangizdan ham siqyapsizda o'sha berganingizni beravering deb. Agar mana shu narsalarni to'g'rilasak, pul deb olamiz, mana shu narsa o'ynaydi. Lekin berganingizni beravering shunaqa deb yuraversak ishlab, mana shu narsa ketaveradi. O'sish hech qachon bo'lmaydi. O'sish bu price qilish degani ishga bo'lgan grafik. Demak, ishiga bo'lgan bitta narx belgilash va menda maminchadan bo'ladi deb aytish bu yomon narsa emas asosan. Ko'pchilikda bor-da endi. Okey, biz o'rganmaganmiz bu narsaga. Biz mamlaqa deb ko'p aytishadi. O'shaning uchun ham o'smaydi deb. O'shaning uchun ham o'smaydi, o'shaning uchun ham burchak-burchaklarda yuraveradi. Xafa bo'lsa ham aytaman. Lekin bu bor narsa. Agar mana shu narsalarni to'g'rilasa, o'sha odam o'ziga yangi kreslo sota oladi. O'sha odam chiroq sota oladi yoki bo'lmasa mijozlarga yanada yaxshiroq sharoit qila oladi. Keyingi muammo ko'pchiligimiz narx ko'targanda nimaga narx ko'tarilganini bilmaymiz. Tushuntirib berish. Tushuntirib berish emas. Qanaqa tushuntirsam? Mijozni oldida xijolat tortamiz. Biz xijolat tortishimiz kerak emas. Narx nimaga ko'tariladi? O'sha sizda odam to'lgan, sizga bo'lgan talab ko'pligidan. Birinchi faktor. Ikkinchi faktor, ishlatayotgan kosmetikalaringiz o'zgartirasiz. Deylik, Sios'dan American Crew'ga o'tasiz. American Crew'dan Morgans'ga o'tasiz yoki bu o'sha Morgans'dan o'sha London Grooming'ga o'tasiz yoki bo'lmasam Salamous'ga o'tasiz. Qimmat narxlarga o'tasizda. O'sha narsalarni biz mijozlarga nimaga narx ko'tarilganda deganda biz jim turmasligimiz kerak. Dollar oshdi yoki bo'lmasam qarzim bor yoki bo'lmasam yana nimadir bahonalanasda. Po faktu borni tushuntirib berish kerak. Yoki bo'lmasam dars o'rgandim yoki bo'lmasa yana nimadirlar deb aytish kerak. Biz nima qilamiz? Narx oshirib qo'yamizda, ozgina napadeni qilsa, nimaga menga qimmat, sen ukamsan-u, yo'q desa, bo'pti aka, sizga 30% skidka deymiz. Mana shu narsalar bizani har doim orqaga tortadi. Mana shu narsalar bizani ishxonamiz rivojlanishiga rivojlanmasligiga omil bo'ladi-da. Imkoni bo'lsa, bilish xohlardi. Ko'pchilikga qiziq bo'lsa ham kerak. Shahzod Shomurodovni bu yog'iga aynan shu sohamizda maqsadlari qanaqa endi? Bu sohada mani maqsadim O'zbekistondagi premium barbershopni eng zo'rini qilish. Eng zo'rini deganda, men bu ishni oldin ham akalarimiz bilan birga qilganman. Hozirgi kunda ham eng premium barbershopdan hisoblanadi, New Millennium barbershopi. Dalishi nimaga men u yerdan ketganim, menga yanada o'sish kerak. O'sish deganda bitta joyda to'xtab qolgan bu odam, bu 90 yoshli chol odamda. Biz to'xtamasligimiz kerak hech qachon. Chunki bu kasbning oxiri yo'q-da, oxiri tugamaydi.
Shunaqa. Bu degani ishdan to'xtasangiz, bu degani sizni qarib qoldingiz deganda o'shanda to'xtatsangiz bo'ladi. Lekin ungacha to'xtatmaslik kerak. Hozirgi qilmoqchi bo'lgan proyektim Century Towers deb bo'ladi. Bu Amir Temur Broadway oldida sekin-sekin ochiqlayapmiz, lekin shu paytgacha men ochiqlamaganman bu narsani. Ko'pchilik fikr bildirgan, men joyimni o'zgartirganimda yaqinda bu odam bo'ldi, shayx bo'ldi, endi premium emas degan savolda bo'lganda, shunaqa vопросlar turgan. Men bunaqa sartaroshlarning ichida birinchidan gap so'zlar men uchun qiziq emas. Odam bitta qadam orqaga tashlaydi, ikkita qadam oldinga tashlaydi. Men bu narsani ishda ko'rsataman, xudo xolisa. Nimaga? Men o'zimni New Millennium birga ochganimiz, bu akamni yaqin. Hozirgi ochayotgan barbershopimiz ham, u ham akam, ikkalalik o'rtoq. Hech qanaqa yomon narsalar bo'lmagan demoqchiman-da. Dallashimga yanada rost bo'ladi menga o'tdi. Yanada. Qanaqa desangiz, hech kim qilmagan ishlarni o'ylaganman o'tdi. Hozir lekin ochiq ayta olmayman qanaqa преимуществоlar bo'lishini, lekin sartaroshlarni xayoliga kelmagan, faqat sartarosh emas, ko'p odamni xayoliga kelmagan narsani o'ylaganman. Oddiy bitta podskazka berib ketaman. Bizda kirish qismimiz 3 ta qismga bo'linadi. Barbershopga kirish. Bu narsani hech kim hali o'ylamagan, oddiymiz. Mana shunaqa narsalar sanoq juda ham ko'p. Klientni mijozga kirib, oxiri chiqib ketishigacha o'zi hisob-kitobli bo'ladi. O'zidan o'zi даже qadamlarda ham o'lchangan. O'zidan o'zi bo'lmaydi-da. Kirib, chiqib ketish. Qulaylik, bu degani qulaylik. Premium servis bu qulaylik degani. Tegi qulaylik. Kutamiz unda. Xudo xohlasa tez kunlarda. 2026-yil xudo xohlasa bitish arafasida bo'ladi. Lekin o'tda e'tiborimiz juda ham boshqa narsalarga qaratilgan. Yana o'sha qulaylik birinchi o'chirtda o'sha mijozlarni talablari ham inobatga olingan. Faqat biz o'zimiz emas. Juda ham zo'r, eng katta Osiyodagi, qo'rqmasdan ayta olaman, Osiyodagi proyekt eng zo'ri bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa. Oxirgi payt ijtimoiy tarmoqlarda Shahzod ko'zingiz tushadimi yo'qmi? Men oxirgi payt juda ko'p ko'ryapman bu narsalarni. Premium barbershop, premium servis deb aytilyapti. O'zi mana siz o'sha aynan mana shu premium segment tushunishdingiz, premium servisdasiz. Premium o'zi nima? O'sha haqida bir ozgina yoritib o'tsangiz. Premium degani bu faqat barbershopga bog'liq emas. Bu uzoq tema, lekin zo'r tema. Ko'pda bu bo'limlarga bo'linadi. Deylik, qimmat barbershop qildingiz-da, $1 million pul ishlatdingiz. Lekin sartaroshingiz olishni bilmaydigan sartarosh bo'lsa-chi? Olishni bilsa, kiyinishni bilmaydigan sartarosh bo'lsa-chi? Kiyinishni bilib, soch olishni bilsa, gaplashishni bilmaydigan sartarosh bo'lsa-chi? Albatta. Detal. Mana shu narsalar bo'limlarga bo'linadi. Haqiqatdan safbadat emas, moslashtirsangizgina premium bo'ladi. Ikkinchi faktor, premium o'zi nima desangiz, premium barbershop bu pul keltirish uchun ochilgan barbershop emas bo'ladi. Bu nom uchun qilinadi. Bu kuchli biznesmenlar, misol uchun, sportsmenlarga pul tikib ko'taradi ularni. O'zini nomini tanitadi. Misol uchun, men mana shu odamman. Bizani premium barbershopda joy ochadi, o'tdan faqat minusga yuradi bu joy, pul keltirmaydi. Lekin u odamni hamma taniydi. Mana shu narsa premium barbershop kiradi. U narsadan pul yechadigan joy premium emas-da. Faqat remont emas, yoki bo'lmasa faqat sartarosh emas. Siz uning uchun sartarosh tanlashni bilishingiz kerak.
dizaynni tanlashni bilishingiz kerak. Ko'rinishi, dizaynni degan ishxonaning ko'rinishida mana shu narsalar premium barber Hammasi birlashganda и kosmetika ishlatilayotgan kosmetikani hal qiladi bu narsalarni. O'sha 20 dan bo'lib olsak, mana shu narsa premium kelib chiqadi. Hozirgi kunda premium barber shop ko'pchiligiga og'ir botadi. Mana gapim. Bitta New Millennium deb bilaman man. Kim xafa bo'lsa, xafa bo'lursin. Chunki u joydan pul keltiradigan joy emas. U joy imij uchun qilingan joy. O'shaning uchun premium barber shop. Bu degani o'tdan o'sha pul ayalmaydi. Deylik, barber shopga $100 kran sotasiz bo'ladi. $700 olsangiz bo'ladi, $2000 olsangiz ham bo'ladi. Xuddi o'sha narsa. Mana shunaqa narsalar ishlatilgan. Misol uchun oynani $100 oyna olsangiz bo'ladi. 500 ga olsangiz bo'ladi. $5000 Italiyadan olib kelsangiz bo'ladi. Mana shu narsalar premium barber shopga kiradi. Lekin yozib olganligiga kelsak, men o'ylardimki, o'chirib tashlash kerak bu narsani. Chunki bu o'zi aldashga kiradi-da. Birinchidan ochgan joyi arenda qanaqasiga premium barber shop bo'ladi. Ertaga ishxonani arendasini deylik $5000 $10,000 qilib qo'ysa bo'ldi, yopiladimi premium barber shop? Yopiladi. Bu premium barber shop emas. Ochilgan joy o'ziniki bo'lishi kerak. Mana shunaqa faktorlari juda ham ko'p-da. Bitta narsaga bog'langan emas. O'shaning uchun hozirgi kunda yo'q deb o'ylayman. Agar kimdir menga shu narsani telefon qilib savol bersa yoki oldimga kelsa, hamma narsani nimaga yo'qligini tushuntirib bera olaman. To'la to'kisda fikrim bu nimaga unaqaligi. Shahzod hozir zo'r anaqa kelib qoldi, esimga tushib qoldi. To'yingizda sochingizni kimga qildirgansiz? Ajoyib savol bo'ldi. Yosh bo'lgansiz shu payt. O'sha payt yosh bo'lganman. 19 yoshimda uylanganman. To'g'risini aytaman, bekitmayman. Akmal akalar shu sizdan Habibullo aka shogird tutishni orzu qilardim. Lekin menga qimmatli qilgan o'qish kurslariga borishga. Avvallab pul yig'ib to'yimda lekin Habibullo akamga qildirgan. Ko'p aytaman. 2015-yil. Ko'p aytaman mana shunaqa gaplashib qolganda. Shahzod to'yida o'zini qilib berganman, sochimni qo'yman orada. Esimda sochingiz uzun bo'lardi. Orqaga taraganimiz. Siz oldingizga 6 oy o'stirganman sochimni. Siz uzun edi sochingiz. 6 oy o'stirib kelgan. Orqaga tarab, orasi ishlaganmiz. Ajoyib bo'lgan. Esda qolarli o'yin. Esdan chiqmaydi. Shahzod, suhbatimiz juda zo'r bo'ldi. Xudo xohlasa, men o'ylaganimdan ham yaxshiroq bo'ldi. Kutganimdan ham yaxshiroq bo'ldi. Endi Xudo xohlasa, bizani ko'radigan tomoshabinlarimizga, o'zingizni hamkasblarimizga hech bo'lmaganda yaxshi bir o'zingizni bir 3 ta bo'lsa ham maslahatingizni bersangiz. 3 ta maslahatim boricha bo'lish va o'zgarmaslik. Ikkita narsa. Ishga bo'lgan mehr, oilaga bo'lgan mehr. Oilaga bo'lgan mehr bu katta narsa. Agar oilaga bo'lgan mehr kuchli bo'lsa, ishingiz har doim oldinga yuradi. Lekin oilaga bo'lgan mehr yo'q bo'lsa, mehr degani hamma oilasini yaxshi ko'radi. Lekin ko'pchilik oilasiga qaragisi kelmaydi-da. Faqat o'zim deydi. Boshqa narsalar bilan band bo'ladi. Adam demaydi yoki bo'lmasam senim demaydi. Men deydi. O'sha topayotgan pullarimizni berishni bilsak, qaytishni Alloh o'zi biladi nima qaytarish. Zo'r. Juda zo'r. Malades. Kattakon rahmat. Bizani taklifimizga yo'q demasdan vaqt ajratgan. Juda xursand bo'ldik. Xudo xohlasa. Og'ir botgan bo'lsa, mana xafa bo'lmaysiz. Yo, bu Xudo xohlasa qabul qila olsa bu narsani, bu faqat foydaga ishlaydi deb o'ylayman. O'zimiz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ko'rsatuvimiz oxirida bizani hamkorlarimiz bor.
shu hamkorlarimiz tomonidan bu birinchi mana sizdan boshlanyapti. Alohida hadyalarimiz bor edi. Rahmat. Top Fate magazinidan, brendidan sizga alohida hadyalar bor. Rahmat. Hamkorlarimiz. Faqat men o'zimman, bu hamkorlarimiz anaqasi emas, men o'zimman. Chunki menga ham aynan Habibullo aka mana shu narsani ishlating deb hadya qilishdi. Bitta iltimosim bor edi, men o'zimman. Ishlatib ko'rib, sifat haqida o'zingiz bir storiesizdan bir sifat haqida yaxshi, o'rtacha yoki o'sha haqida bir bo'lishib olsangiz zo'r bo'lardi. To'g'ri, har doim zo'r narsalar bo'lgan. Men o'zim ham shogirdlarga yoki bo'lmasam mijozlarimizni uyiga sartaroshxona qilganda har doim Top Fate'ga murojaat qilamiz. Shunaqangi ularda doверие kuchliki, bizga sartaroshlarga menga bo'lgan, qolganlarni bilmadim. Даже vaqti kelsa pulni ham so'rashmaydi, jo'natib yuboradi bo'ldi. Ishni bitirib beradi o'sha kunni o'zida. Rahmat deymiz bolalarga. Zo'r ishlashyapti, to'xtamayli. Albatta. Sizga ham katta rahmat, Shahzod. Shahzodga keyingi ishlaringizda omad. Rahmat. Topamiz. Salomlar, rahmat.